millionlarga bo'lib qoladi. Hozir buni birinchi pulini kelishib olaylik. Kraskasi qayerda bor? Qancha bo'ldi mashinani olganingizga? 2 yil bo'ldi. Nechi pul narxi? 9 mi? 9 ekan, yili. 9. Nechi pul aka? Yo, dodam bilan kelishaymi? Kim bilan kelishay? Ha? Qanchaga arziydi bu? Kuni kecha общий kraska emas-edi. Общий kraska kanalimga ham qo'yganman. 35 million so'mga qo'yganman. Xuddi shunaqa mashina. Lekin uni kraskasi общий emas edi. 35 million so'mga bo'lsa, xohlasangiz, o'zingizning telefon nomeringiz bilan shu 35 million o'ziga kanalimga reklama qilib qo'yib beraman. O'rniga qanaqa mashina olmoqchisiz? Yangiroq o'sha olmoqchi. Zo'r damazlarim bor. 2 kun oldin kelganlaringda 5-6 ta zo'r damaz bor edi. Nima deysiz? Necha chiqadi raznisasi? Bizga 1 yilga qilib berishingiz kerak. 1 yilga qilib berishim kerak sizga. Buni berasiz, oldindan pul berasizmi, bermaysizmi? Shuni berasiz bo'ldi, ha? Yangi damaz olasizmi? Yangini. Agar yangini olayotgan bo'lsangiz, o'zi 103 millionga tushadi. Men sizga 95 million so'm qilib hisoblab beraman. Yangi damazni. Qancha vaqtga olasiz? 1 yil. $460 tushadi. Yangi yurmagan damaz olsangiz.